Asoslari 20 va 12 santimetr bo'lgan teng yo'lli trapetsiyga tashqi qisilgan aylananing markazi trapetsiyaning katta asosda yotishi ma'lum bo'lsa, shu trapetsiyaga tengdosh muntazam oltiburchakning tomonini toping. ABSda trapetsiya berilgan. Kichik asosi 12 ga, katta asosi 20 ga. Demak, trapetsiyani diagonalini to'sadigan bo'lsak, trapetsiyaning katta asosi aylana markazi katta asosda joylashgan bo'lsa, demak diametr bo'ladi. AD asosi diametrga tiralgan burchak 90 gradusga teng. Hop, S3 dan trapetsiyaning balandligini tushiramiz. S1. Dastlab trapetsiyamiz teng yo'lli bo'lgani uchun S1D masofamiz asoslari ayirmasining yarmiga teng. Jami 20 bo'lsa, demak A1imiz 16 ga teng bo'ladi. Hop, to'g'ri burchakli uchburchakda H balandligimiz gipotenuzaga tushirgan balandlik katetlarini gipotenuza proyeksiyasini ko'paytmasini ildiziga teng. Ya'ni 64 dan 8 ildiz. Balandligimiz 8 ga teng. Hop, trapetsiyaning yuzini topadigan bo'lsak, trapetsiyaning yuzi asoslari yig'indisini yarmini balandlikka ko'paytiramiz. Hop, demak 4 ko'paygan 32 128. Trapetsiyaga tengdosh bo'ladi. Ya'ni tengdosh degani o'zaro yuzlari teng bo'lishi kerak. Demak, oltiburchakning yuzi 3 taqsim 2 ildiz 3 a kvadrat. Bu ham teng bo'lishi kerak 128 ga. Hop, bu yerdan a kvadrat tenglik 2 ko'paygan 128 taqsim 3 ildiz 3. 256 taqsim 3 ildiz 3. Hop, ikki tomondan ildiz oladigan bo'lsak, dastlab ildiz olishdan oldin 256 taqsim. Hop, ildiz ostida 27 deb belgilay olamiz. Bundan a tenglik. Ikki tomondan ildiz olsak 256 dan, demak, hop 16 ildiz chiqadi. 4-ildizda 27. Surat mahrajini 4-ildizda 3 ga ko'paytirsak, 16 4-ildizda 3 taqsim 3 ga teng. Demak, javob muntazam oltiburchakning tomoni 16 taqsim 3 ko'paygan 4-ildizda 3 ga teng.